Nastarin yoxud sevgi fazosi. Muallif Gulruh. 6-qism. Ra'no narsalarni tayyorla, qaytadigan bo'ldik. Javohir holsiz yana yotoqqa o'tirar ekan, aylanayotgan boshini og'rig'i qolishini kutardi. Mashina hayda olasizmi? Shamollagansiz-ku. Qisman istimangiz tushdi, lekin boricha emas. Ra'no xavotir bilan Javohirning yoniga o'tirdi. Qachondan menga bunchalik mehribon bo'lishga ulgurding? Ra'no ikki qo'lini tirab Ra'nodan so'radi. Bu gaplarni eshitgandan so'ng Ra'noning o'zi ham o'zidan hayron qolib, sekin boshini ortini qashib o'ylanib turdi. Men shunchaki odamiylik yuzasidan aytyapman. Ra'no yotoqdan turib, shkafni ochib, kiyimlarini yig'ishni boshladi. Biz hali farzand uchun harakat qilib ko'rmadik. Shuni ham beliga tepishdi. Javohir cho'ntagidan telefonini olib o'rnidan turar ekan, asabiy dedi. Ra'no ichida o'yladi. Kasal bo'lib olganingizdan keyin qayerdan bola bo'lsin? Ra'no o'zi o'ylagan narsasidan o'zi qo'rqib ketdi. Qachondan u bunday narsalarni xayol qiladigan bo'ldi? Bu o'ziga ham noma'lum. Ra'no kiyimlarini birin-ketin yig'ishtirib bo'ldi. Javohir esa tashqariga qaragan oyna yonida kimlar bilandir suhbatlashardi. Uning qoshlari chimirilgan. Telefonda unga gapirayotgan odam yaxshi gaplarni aytmayotgani aniq edi. Javohir telefonda. Amir chindan bu ishlarga aralashganmi? Jiddiy va jahldor ohangda so'radi Javohir. Ha, Javohir, aralashgan. O'zi iste'mol qiladimi bilmayman, lekin aralashgan. Narkotik savdosi bilan shug'ullanadiganlar orasiga kirib qolgan. Ularni narkotik sotishini Amir biladimi, yo'qmi, bundan xabarim yo'q. Lekin ukangiz o'sha odamlar bilan juda yaqin. Boshqa ishlarga burun suqmadimi yoki yana nimadir bormi? Mendan yashirmasang bo'ladi. Sarvar, u meni ukam. Sarvar xalqaro razvedkachi bo'lib ishlardi. U xohlagan narsasini istagan vaqtda bilishi mumkin. Shuning uchun ham u Javohirning yordamchisi. To'g'risini aytsam, bu ish biroz xunuk. U qizlar bilan yurishni boshlagan. Oddiy sho'xlik bo'lsa ham mayli edi. Yosh yigit derdik, lekin u har kuni har xil qizlar bilan mehmonxonagacha boryapti. Puli va kuchi yetarli, istagan ishini qilyapti. Amir unday emasdi. Uni yangi tanishgan sheriklari boshqargani aniq. Jin ursin barini, ifloslar. Javohir baland ovozda so'kinar ekan, uni ko'rgan Ra'no bir uchib tushdi. Sarvar, hozir top. 2 soat kamida. 1,5 soatda boraman. O'sha iflos sheriklarini kamida 1 soatda topasan. O'sha haromi ishlarini qilgan qo'llarini yoqmasam, tavbasiga tayantirmasam, ismim Javohir emas. Hamma qo'riqchilarni yigʼ. Mashinani eng katta tezlikda haydab ketayotgan Javohir butunlay aql-hushidan ayrilgandi. Chunki Amir o'gay bo'lsa ham uning ukasi, jondan ortiq ko'radigan jigari. Uni yoshligi bunday xarob bo'lishiga jim qarab turolmasdi. Ra'no Javohirning astaroq haydashini so'ramoqchi edi, lekin uning jahlidan qo'rqdi. Shunday ekan ular 2 soatlik yo'lni 1 soat u 20 daqiqada bosib o'tishdi. Ulkan uyning temir darvozalari ochilar ekan, Javohir mashinani ichkariga olib kirib, kirish eshigi yonida to'xtadi. Sen ichkariga kir, ko'chaga chiqmang. Eshik yonida qo'riqchilar bor. Nima kerak bo'lsa, ularga ayting. Uy hovlisidan ichkariga kirar ekan, Ra'no o'zini boshqacha his qilardi. Javohir o'zi qayerga ketyapti? Kelganda qay ahvolda keladi? Jiddiy ishmi? Unga hech narsa qilmasmikin? Ra'noning javobsiz savollari juda ko'p edi. Ra'no ichkariga kirganidan so'ng uni uy ayollari Nargiza oyi va Sumaya kichik qizlari kutib oldi. Qizim, keldingizmi? Javohirjon qani? Nargiza oyi Ra'noning 2 qo'lidan ushlab Javohirni so'radi. Ular qayergadir shoshib ketdilar. Menimcha muhim ishlari bor.
Ra'no Nargiza oyiga o'rtanchi o'g'li Amir haqidagi gaplarni aytmaslikni ma'qul ko'rdi. Agar aytsa, Nargiza oyi o'g'lining o'ylab ich-etini yeyishi aniq edi. Menimcha, Amirning ishi bilan ketgan bo'lsa kerak. Nargiza oyi mehmonxonadagi yumshoq mebellarga o'tirar ekan, tinchlanibgina dedi. O'g'lim mas'uliyatli, Javohirjonim ukalariga otadek. 3 kun halovatda dam ham oldirmadik. Bechora bolam, uni ko'p charchatyapmiz. Nega unaqa deysiz? Javohir akam hammasiga ulguradi. Ularga ishonaman. Ra'no Nargiza oyining qo'lidan siqib qo'ydi. Amirni topdingmi? Telefonni ko'tarmayapti. Telefonda xalqaro razvedkada ishlovchi yordamchisi bilan suhbatlashar ekan, Javohir mashina rulini ushlab yo'nalishni o'zgartirdi. Javohir aka, mashq qilyapti. Kuzatuv kameralarini buzib kirdim. Unga nimadir bo'lgan, asabiy ko'rinyapti. Sarvar telefonda gaplashar ekan, ko'zlari kompyuter ekranidagi kuzatuv kameralarida edi. Qaysi zalda? Nechinchisida? Amirning boks zallari ko'pligini bilgani uchun ham Javohir aynan qaysi biriligini so'radi. 3-tochkada yarim soatdan beri tinmay mashq qilyapti. Unga nimadir qattiq ta'sir qilgan. Sarvar nimanidir anglagandek gapirdi. Yaxshi, sen kuzatib tur. Men ketyapman. Javohir mashinani 3-sport zaliga yo'nalishni burar ekan, ko'zlariga qora ko'zoynagini oldi. Mashinada deyarli yarim soat yurganidan so'ng kerakli manzilga va nihoyat yetib keldi. Mashinadan shoshilib tushar ekan, eshikni ortida turgan qizni ko'rmay, mashina eshigini qattiq kuch bilan ochib yubordi. Uzr, shoshilayotgandim. Javohir qizdan uzr so'rab endi o'tib ketmoqchi edi, qarshisidagi sport kiyimidagi qiz uning qo'llaridan tutib qoldi. Hechqisi yo'q, bo'lib turadi. Yoshlari chamasi 23-24larda bo'lgan qora sochli, chiroyli qiz Javohirga kulib turardi. Menimcha, u Javohirni uylanganidan xabari yo'q. Javohir qizga javoban boshini irg'ab endi o'tib ketmoqchi edi, qiz uni yana to'xtatdi. Lekin meni oyog'im lat yedi. Uni nima qilamiz? Qiz soxta kasal ko'rinishini yoqib, Javohirga yaltoqlanishda davom etardi. Javohir endi tushungandek edi. Bu qiz aynan nimani xohlayotganini. U Javohirni boshini aylantirmoqchi. Mana, oling. Javohir unga vizitkasini berib, yonidan sport zali tomon o'tib ketdi. Hali yana ko'rishamiz, Javohir Vahobov. Qiz uning ortidan baqirgancha qoldi. Javohir, o'zi sen yetmay turganding. Sport zaliga kirar ekanman, hamma boks bilan shug'ullanib yotganini payqadim. Bu yerga uylanganimdan beri hali kelmagandim. Amir bu yerni yaxshigina pulga yana qayta ta'mirlatganga o'xshaydi. Biroz yurib, ichkariroq xonada joylashgan kattagina zalga kirdim. Bu yerda Amirning bir o'zi shug'ullanardi. Terlab ketgan, peshonalaridan terlari suv bo'lib oqardi. Biroz hansirab qolgan, lekin mushaklari hali ham baquvvat. Uni haqiqiy sportchi desak bo'lardi. Xorma ukajon, Javohir sekin ukasi tomon yaqinlashar ekan, gapni boshladi. Ha, aka, sizmi? Yaxshimisiz? Amir ortiga o'girilib, Javohirni ko'rdi-yu, ishini to'xtatib, tortmadan taxlangan toza sochiqlardan olib, peshonasini artdi. Men yaxshiman, lekin sen haqingda unaqa gaplar eshitmayapman. Suv ichayotgan ukasiga qarata aytgan gaplaridan keyin Amir suv idishini joyiga qo'yib, qoshlarini chimirdi. Qanday gaplar eshitdingiz ekan? Savol berdi Amir. Umuman xunuk gaplar. Amir, harom ishlarni boshida turganingni aytishdi. Javohir bo'lib o'tgan ishlarni yana qayta eslar ekan, bu safar battar asabiylashib ketdi. U ukasi bilan madaniyatli, oddiy odamlardek gaplashib olmoqchi edi. Hozir ukasini urib, so'kkani bilan bular unga umuman yordam bermasligini bilardi. Kimdan eshitgan bo'lsangiz ham noto'g'ri yetkazishibdi. Amir,
meni yosh bola ko'ryapsanmi? O'sha qizlar bilan qolgan xonang kamerasini ham o'chirdim. Istasang qanday maroq bilan bu ishni bajarganingni videosini qo'yib beraman. Istaysanmi? Sekin so'radi Javohir. Uning gapidan so'ng Amirning qoshlari chimirilib, asabiy boks qopini musht bilan urdi. Sen aralashib qolgan to'dani ham topdim. Uning boshlig'i, to'da boshi, Dalir buni ham topdim. Hozir hammasi panjara ortida. Qilgan ishlariga javob berishyapti. Nega ularni men o'zim jazolamadim, bilasanmi? Agarda men o'zim bu ishlarga aralashganimda, na sen, na o'sha to'dang tirik qolarding. Men bolalar uyida o'sganman. Ko'cha ishlari masalasini mendan yaxshiroq biladigan odam yo'q. Sen bu ishlarga 26 yoshingda kirgan bo'lsang, men 6 yoshimdan boshlab bunday narsalarni ko'rib katta bo'lganman. Shunday ekan, mana bu tariqdek aqling bilan meni ahmoq qilaman deb o'ylama. Bu safar sen sog' qolding. Senga bitta imkoniyat, uka. Onam aziyat chekmasligi uchun. Faqat bitta imkoniyat. Yana bitta noto'g'ri qadam va bum, sen ketasan. Ukam ekanligingga ham qarab o'tirmayman. Bu ishni o'zim uchun qilmadim va nihoyat Amir tilga kirdi. Kim uchun qilding? Nima? Oilangdan ham muhimroq kimdir paydo bo'ldimi? Ana endi bu savolning javobi Javohirga ham qiziq edi. Kelinoyim, Ra'no uchun qildim, javob berdi Amir. To'g'ri, qizlar masalasida men aybdorman. Unda hech kimning aybi yo'q. Men yoshlik qildim, lekin narkotika va jamoaviy to'da ishlari bu aslida sizning ishingiz edi. Nima demoqchisan, uka? Tushuntiribroq gapir. Tobora asabi qo'ziyotgan Javohir bu ishlarni qanaqasiga Ra'noning aloqasi bor ekanligini tushunolmasdi. Keling, o'tirib olaylik. Javohir va Amir zal chetida joylashgan qora charmdan bo'lgan kreslolarga borib o'tirishdi. Boshida men ham tushunmadim. Ra'no kelinoyimni Abror degan tanish haqida bilarmidingiz? O'sha yigitcha Amerikadan kelibdi. Bizni uygacha topib kelibdi. Pul uchun turmushga chiqqanini ham bilibdi. O'sha kuni tongda zalga ketayotgandim. Shu vaqt uchratib qoldim. Menimcha yoshi siz bilan teng. Anchagina boyvachcha yigitga o'xshaydi. Ra'noning oyisi bilan gaplashdim. Qancha pul so'rasangiz beraman. Akang Ra'no bilan ajrashadi deb aytdi. Bilasiz, men bunday gaplarni ko'tarishga o'rganmaganman. Bir musht tushirgandim, bu ish kattalashib ketdi. Anchadan beri meni o'z tarkibiga qo'shmoqchi bo'lib yurgan to'da bilan bog'landim. Ular o'sha yigitchani qo'rqitib qo'yishdi, lekin ancha orqasi baquvvat yigit ekan. Amerikada joylari bor. Bu yerda ham ancha yil oldin ko'p mehmonxonalar, restoranlar ochgan. Menimcha, u bu safar shunchaki ketdi. Hali yana qaytadiganga o'xshaydi. Uning har bir gapini diqqat bilan eshitib turgan akasiga ko'z tashlagan Amir noto'g'ri gap aytib qo'ydimmi deya o'zidan shubhalana boshladi. Demak, Ra'no uchun kelganda olib ketmoqchimi? Ha, asabiy kulayotgan akasini bu holini ko'rib, Amir ham hayron qolayotgandi. Asabiylashmang aka, xotiningiz uyda, uni olib ketmadi. Amir akasini tinchlantirishga urinardi. Lekin u qaysi aqli bilan meniki bo'lganga ko'z olaytiradi. Jin ursin hammasini. Til uchida so'kingan Javohir o'rnidan turib, asabiy boshini ushladi. O'sha it yana bir marta mana shu ishni takrorlasa, qaytib Amerikaga borolmaydigan qilib qo'yaman. Abrorning ortidan so'kingan Javohir jahl bilan sport zalni tark etdi. Ra'no, Javohir hali kelmadi. Qayerda ekan? Jahl bilan asabiy ketgandi. Hech nima bo'lmadimikin? Biloldan so'rab ko'rsammikin?
Xona eshigini ochib tashqariga sekin chiqqan Ra'no ikkinchi qavat zinasidan mayda qadamlar bilan tushib asosiy zal tomon o'tdi. Yumshoq mebel chetida kompyuterda nimalarnidir bajarib o'tirgan Bilolning yoniga borib, past ovozda so'radi. Yaxshimisiz Bilol, akangiz kelmadimi? Qandaydir ishi bormidi? Bunday kech qolmasdi. Akamni dadam olib qolgan. Dadam safarga ketgan. Barcha kompaniya ishlari akamni qo'lida. Menimcha, ancha yig'ilib qolgan hujjatlarni tekshiryapti. Ha, tushunarli. Xayrli tun. Ra'no tushungandek bosh irg'ab yana xonasiga qaytdi. Bilol ham yana kompyuteridagi qog'ozlarga qarab yozishni boshladi. Ra'no, demak, ishlari bor ekan. Uxlasam ham bo'lar. Biroz bo'lsa ham ko'nglim tinchlangandek bo'ldi. Xonaga kirib, mayin mo'ynali shippagimni kiyib, vanna qabul qildim. So'ngra mayin oq, yurakcha shakli tushirilgan pijamamni kiyib uyquga yotdim. Ayni shu vaqtda Javohir kompaniyada xonada hisob-kitob ishlariga bo'g'ilib o'tirganida xona eshigi ochilib, kotiba kirib keldi. Janob, bir qiz kelibdi. Yarim tun bo'lishiga qaramay, yoningizga kiraman, menda qarzi bor deb, butun binoni boshiga ko'taryapti. Nima qilaylik? Kiritaylikmi yoki qo'riqchiga aytib haydatib yuboraylikmi? Mayli, kiriting. Qanday dardi bor ekan? Bilaylik. Javohir javob berib, yana qo'llariga qog'ozlarni olar ekan, birdan eshik ochilgani uchun hayron qoldi. Javohir Vahobov, nahotki bu siz? Sizga kostyum-shim qanchalik yarashganini bilsangiz edi. Ustiga ochiq-sochiq kiyim kiyib olgan, uning ustiga juda kuchli atir sepib olgan mast qiz darrov eshikdan kirishi bilan stolni aylanib o'tib, Javohirning ortiga turib oldi. Bugun meni nafaqat tizzamni, balki yuragimni ham yaraladingiz. Qiz suyuqlarcha Javohirning ortidan ikki qo'lini bo'ynidan o'tkazib, quchib olgandek bo'ldi. Javohir endi bu qizni tanidi. Bu u tushlik vaqti Amirni sport zalida turtib yuborgan qiz edi. Qo'lingni ol, haddingni bil, yo'qsa stoldan darrov turgan yigit qizga ko'rsatkich barmog'i bilan haddini bilishini uqtirdi. Axir, Javohir, men bunday qilolmayman. Mayin va shirali ovozi bilan yana Javohirning bo'ynidan ikki qo'lini o'tkazgan qiz unga erkalanishni boshladi. Siz uchun keldim bu yerga, g'ururimdan kechib. Mana yoningizda chin oshiqdek turibman. Nahot sezmayapsiz? Ikki qo'llari bilan Javohirning yelkalarini ushlab, bo'yniga osilib olgandan so'ng qiz o'zidan soxta oshiqni yasab, yaltoqlanishda davom etardi. Qo'riqchilar, ayol kishi bo'lganing uchun hozir shunday tura olyapsan. Ishon, mana shu nozik qo'llaring sinishi mumkin. Javohir qizning qo'llarini siltab tashlarkan, asabiy dedi. Men qiz bolaman, ko'rmayapsizmi? Hali yoshman. Men qizligimni o'zim sevganim uchun asradim. Bu siz bo'lsangiz, bu ishni siz qilsangiz armonim qolmasdi. Mast holatda har nima deyayotgan qiz bundan keyingi bo'ladigan ishlarni o'ylamasdi. Keyin afsuslanasan, ishon, senga yoqmaydi. Xuddi bu qizdek o'yin o'ynamoqchi bo'lgan Javohir sho'x kulib qo'ydi. Yo'q, aslo, men afsus qilmayman. Javohirning qo'llarini o'zining xipcha beliga qo'yar ekan, ishonch bilan gapirdi Zebo. Men barchasiga tayyorman. Javohir siz bilan hammasiga. Bu yerda bo'lmaydi. Mehmonxonaga boramiz. Kostyumini stol chetidan bir qo'li bilan olar ekan, dedi Javohir. Men birinchi chiqaman, keyin sen. Hech kim ko'rmasin. Noto'g'ri o'ylashlari mumkin. Yaxshi, tushunarli. Istaganiga osongina erishayotgan qiz xursandchilikdan jilmayib gapirdi. Javohir xonadan chiqib ketar ekan, lab chetida qizga ko'rsatmay jilmayib qo'ydi.
Mashinalar turargohiga borib, mashinasiga o'tirar ekan, qiz ham uning ortidan 5 daqiqada chiqib keldi. Zebo juda kalta, hatto soni ham yopilmaydigan qora yubka, tepasiga esa yopishib turadigan to'rli to'pik kiyib olgandi. Lablarida qizil pomada bo'lgan xipcha belli qiz har qanday erkakning xayolini o'g'irlab, noto'g'ri yo'lga olib kirib keta olishi juda oson edi. Mashina rulini bir qo'li bilan boshqarib ketayotgan yigit yonidagi qizga har zamonda nigoh tashlab turardi. "Qayerga ketyapmiz?" shirali ovozi bilan so'radi qiz. "Senga kerakli joyga", Javohir javob berdi. "Ha, qachon yetamiz? Tezroq haydang, sabrim chidamayapti", kulib dedi Zebo. "Hozir tezroq deyapsan, yetib borgandan so'ng fikringdan qaytmaysanmi? Ishon, keyin bu muhim emas." Haydovchi o'tirgan o'rindiq oynasini ochib, bir qo'lini chiqarib olar ekan, dedi Javohir. "Albatta yo'q, buni aslida men xohlamadimmi?" Katta yo'l bo'ylab ketayotgan mashina mehmonxona ko'chasi tomonga emas, aksincha boshqa ko'chaga burildi. Bundan biroz hayratlangan Zebo hayrat ifodasi bilan Javohirga qaradi. "Bu yer mehmonxona emas-ku, qayerga boryapmiz?" "Kutsang bilasan, senga yoqadi", miyig'ida jilmayib qo'yib gapirdi Javohir. Indamay ketayotgan qiz mashina to'xtashi bilan bu joyni tanigandek bo'lib qo'rqib ketdi. Nega meni bu joyga olib keldingiz?" Shoshib qolgan qiz bu yer fohishaxonaligini juda yaxshi bilardi. "Senga aytmaganmidim, senga aynan mos joyga ketyapmiz deb." Javohir mashinadan tushib, Zeboni ham qo'lidan siltab olib tushdi. "Mana, seni asl joying qayerda? Bu gal noto'g'ri o'lja tanlab qo'yding. Mana shu yerga kirda, qancha istasang ishla, aynan senbop joy." Qizni qorong'u ko'cha ichida tashlagan Javohir mashinasiga o'tirib, bu yerni katta tezlik bilan tark etdi. Javohir juda yaxshi bilardi, yigit kishini aynan sindiradigan narsa aynan shunday harom ishlar ekanligini. Uyida haloli turganida bunday buzuqi qizlarga yo'l bo'lsin. Javohir bunday qizlardan jirkanardi. Mashina oynalarini ochib qo'ygan Javohir shaharning kechki salqin havosidan rohat olardi. Hamma oynalarini ochib qo'yganining asl sababi uning ustiga, hattoki mashinasiga ham uning o'tkir atir hidi o'tirib qolgandi. Javohir tezroq undan qutulishni xohlardi, yo'qsa Ra'no payqab qolsa, so'roq qilmasa ham xafa bo'lishi mumkin edi. Mashina rulini boshqarayotib soatiga qaragan Javohir soat tungi 1:30 bo'lganini payqadi. Uyining darvozasi oldida to'xtar ekan, qo'riqchi ham uxlab qolgan deb o'ylab, o'zi tushib ochdi. Mashinani turar joyiga sekinlik bilan joylashtirib, uyi tomon kirdi. Butun zal butunlay qorong'u, hamma yoq jimjit edi. Zinalardan ko'tarilib, xonasi eshigini juda sekinlik bilan ochdi. Xuddi u o'ylagandek, Ra'no allaqachon uxlab qolgandi.